Sergeli atrofidan novostroyka qidirganlar bo'lsa, mana shu variant bitta ko'ringlar. Remontlarni juda ham sifat bilan qilishgan, uncha odamni yuragini jizillatib yuboradigan 104 kvadratli mana shu novostroykamiz deyarli hamma mebel texnikasi bilan birga sotiladi. Ya'ni bugungi manzilimiz Sergeli 3A kvartali, Orientir Elite House novostroykasi, olti taraflama katta disk ploshatkalari bor. Mana shu domimizning 3-etajidan 104 kvadratli kvartirani ko'rsatib beraman. Planirovkasini ko'rishimiz mumkin. Kirishimiz bilan chap qo'lda chiroyli shkoplar yasatilgan, hammasi eng sifatli oxirgi modellarda qildirganman deyishyapti. Kuxnyani ham ko'rasizlar, kattagina razmerda. Dars yuradigan bo'lsa, o'rtada zal, mehmonxona joylashgan, derazalari bor. Bu tarafda bo'lsa, bolalar yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. Polniy komplekt holatida. Va bu taraf katta yotoqxonasi, o'zini balkoniga ega bo'ladi. Plus alohida sanuzillarni ko'rishimiz mumkin. Zo'r tarafi bu kvartiramizda 3 ta sanuzilga ega. Bu tarafda hojatxona joylashgan bo'ladi va bu yoqda 3-sanuzilni ko'rishimiz mumkin. Umumiy qo'rilgan va bu yoqda 4-xonamiz, katta yotoqxonasi. Ko'rib turganinglardek 4 xonali kvartiramiz bo'ldi. Eslatib ketaman, deyarli hamma narsani tashlab ketamiz deyishgan. Kelishiladigan joyi bor. Pastdagilar nomerini qoldiramiz.